Bunaqasi bo'lishi mumkin emas deganlar uchun azizlar, Toshkentda 85 ming so'mdan xonamiz boshlanadi. Bu 4 kishilik xona. Xonaga baho berishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Qani ketdik. Endi oilaviy xonalarni ko'ramiz. Azizlar, undan oldin bitta like bosib qo'ying. Like ga hech kim pul bermaydi. Qani ketdik. Bu oilaviy xona azizlar, xonada hamma sharoit bor. Konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzullar ham ichida azizlar, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Marhamat, ko'rsing. Sanuzullar ham ichida. Bitta narsa aytayman sizlarga. Mazza qilasizlar. Shunday qarasanglar, balkon bor. Tashqarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi, toza havoda. Mana. Manzilmi? Manzil hozir tushuntiraman, ungacha bitta like bosib qo'ying qani. Manzilimiz Shahriston metrodan tushgandan keyin Telebashniy ko'chasiga kirasiz. Iftixor 82 Jon Tower mehmonxonasi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar azizlar. O'zim ham shu yerda bo'laman. Bitta like bosib qo'yinglar. Ko'cha yomon sog'liq. Issiqqina, arzongina xonalarga xush kelibsizlar.